Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Axborot 24 dasturi taqdimoti bilan efirda Xulkar Bo'riyeva. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga suv xo'jaligida energiya samaradorligini oshirish, ilmiy salohiyatni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash ishlari yuzasidan axborot berildi. Suv resurslari har bir davlatning barqaror rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Cheklangan suv zaxiralariga ega bo'lgan O'zbekiston uchun suv va energiyadan oqilona foydalanish nafaqat iqtisodiy barqarorlik, balki oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda ham hal qiluvchi omil hisoblanadi. Suv xo'jaligi sohasida samaradorlikni oshirish, energiya va yoqilg'i sarfini, tabiiy resurslarning yuklamasini kamaytirish, sug'orish tizimlarining unumdorligini oshirish va qishloq xo'jaligida uzluksiz mahsulot yetishtirishni ta'minlash imkonini beradi. Bu mamlakatning iqtisodiy barqarorligi va oziq-ovqat xavfsizligiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu sohada ilmiy salohiyatning rivojlanishi, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, suv resurslarini boshqarishni avtomatlashtirish va malakali mutaxassislar tayyorlash uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Ilmiy tadqiqotlar ob-hayotga bo'lgan ehtiyojni oldindan hisob-kitob qilish, suvdan foydalanishni optimallashtirish, iqlim o'zgarishiga moslashish strategiyasini ishlab chiqish va ekologik xavflarning oldini olish imkonini beradi. Bu esa suv xo'jaligida uzoq muddatli barqaror ta'minot uchun zamin yaratadi. Mazkur yo'nalishda xalqaro hamkorlik, ilg'or tajribalar, investitsiyalar va innovatsion texnologiyalardan foydalanish, suv resurslarini boshqarish bo'yicha global loyihalarda ishtirok etish va yetakchi davlatlar bilan tajriba almashish imkonini beradi. Bu o'z o'rnida O'zbekistonning xalqaro obro'sini mustahkamlaydi va raqobatbardoshligini oshiradi. Energiya samaradorligi, ilmiy salohiyat va xalqaro hamkorlikka har tomonlama e'tibor mamlakat uchun bir qator ustunliklar beradi. Ya'ni bu orqali raqobatbardoshlikni ta'minlash, jumladan suv va energiyadan oqilona foydalanish sabab ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, qishloq xo'jaligining qurg'oqchilik va iqlim o'zgarishiga chidamliligini oshirish, yuqori texnologiyali ishlab chiqarishlarni rivojlantirish va malakali mutaxassislar sonini ko'paytirishga erishish mumkin. Shuningdek, xalqaro imijni mustahkamlash, innovatsiyalarni jalb etgan holda infratuzilmani modernizatsiya qilish va ilmiy loyihalarga investitsiyalarni jalb qilishga ham asos yaratiladi. Sir emas, 2017-yilgacha suv xo'jaligi bir qator muammolarga duch kelgan edi. Irrigatsiya tizimlarida suv va energiya yo'qotishlari yuqori, nasos stansiyalari va kanallar eskirgan, zamonaviy texnologiyalar darajasi past va ilmiy tadqiqotlar yetarlicha moliyalashtirilmagandi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan 2017-yildan so'ng vaziyat keskin o'zgardi. Nasos stansiyalari va irrigatsiya tizimlari energiya tejovchi texnologiyalar bilan ta'minlanib, soha tubdan modernizatsiya qilindi. Avtomatlashtirilgan nazorat tizimlari joriy etildi va yo'qotishlar sezilarli darajada kamaytirildi. Shu bilan birga ilmiy salohiyat rivojlantirildi, zamonaviy ilmiy markazlar ochildi, mutaxassislar tayyorlandi va tadqiqotlar amaliyotga tatbiq etildi. Xalqaro hamkorlik ham faol rivojlanmoqda. Sohaga chet el investitsiyalari va texnologiyalar jalb qilinmoqda. Global ilmiy loyihalarda ishtirok etish va tajriba almashish imkoniyatlari kengayapti. Boshqaruv tizimining isloh qilinishi natijasida suv resurslarining shaffof va samarali boshqaruvida hududiy monitoring va mas'uliyat kuchaytirildi. Shu bilan birga boshqaruv tizimini isloh qilish, suv resurslarini boshqarishning shaffof va samarali tizimini yaratish, suv iste'moli va uning sifati monitoringini joriy etish, hududiy va mahalliy hokimlik organlarining resurslardan oqilona foydalanish borasidagi mas'uliyatini oshirishni ta'minlaydi. Bugun Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevga suv xo'jaligida energiya samaradorligini oshirish, ilmiy salohiyatni rivojlantirish va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash ishlari yuzasidan axborot berildi. Avvalo, eskirgan va energiya sarfi yuqori nasos agregatlarini zamonaviy energiya tejamkorlariga almashtirish bo'yicha rejalar ko'rib chiqildi. Masalan, Qoraqalpog'iston Respublikasida 274 ta nasos stansiyasi mavjud bo'lib, ular orqali 185 ming gektardan ortiq yer maydonlari sug'orilmoqda. Stansiyalardagi nasos agregatlarining yarmidan ko'pi 1979-yildan buyon ishlab chiqarilgan uskunalardan iborat. Ularning energiya sarfi zamonaviy nasoslarga nisbatan 2-3 barobar yuqori. Kegeyli tumanidagi eski agregatlardan biri zamonaviy energiya tejamkoriga almashtirilganda, elektr energiyasi sarfi 2 barobarga kamaygan. Ushbu ijobiy tajribadan kelib chiqib, Qoraqalpog'istondagi 276 ta nasosni bosqichma-bosqich zamonaviy energiya tejamkor agregatlarga almashtirish rejalashtirilgan. Natijada yillik 25 milliard so'mga teng elektr energiyasi iqtisod qilinishi va loyiha sarf xarajatlari 14 oy ichida o'zini oqlashi ta'kidlandi. Bu borada mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash muhimligi ko'rsatib o'tildi. Shuningdek, Toshkent Irrigatsiya universitetida erishilgan natijalar va kelgusidagi rejalar to'g'risida ma'lumot berildi. Hozirgi kunda universitetda 8682 nafar talaba tahsil olmoqda, 571 nafar professor o'qituvchi faoliyat yurityapti. Ilmiy salohiyat darajasi 73,5% ni tashkil etadi. Universitet xalqaro reytinglarda yuqori natijalarga erishib,
The World University Rankings 2026 reytingida dunyo universitetlari orasida 501 o'rinni, Markaziy Osiyo va Kavkaz orti mamlakatlari bo'yicha 2-o'rinni, O'zbekistonda esa 1-o'rinni egalladi. QS World University Rankings 2026 natijalariga ko'ra esa 469-o'ringa ko'tarildi. O'tgan yilda universitet hududida 200 o'rinli zamonaviy IT markazi barpo etildi. Raqamli kutubxona va registrator ofisi faoliyati yo'lga qo'yildi. Universitetning ta'lim yo'nalishlari 5 yil muddatga xalqaro akkreditatsiyadan o'tkazildi. O'quv jarayoniga dunyoning top 300 taligidagi universitetlarni bitirgan yurtdoshlarimiz va xorijiy professorlar jalb qilingan. Kelgusida iqlim o'zgarishini tahlil qilish uchun raqamli texnologiyalarga asoslangan milliy platforma yaratish, universitet hududida kosmik kuzatuv stansiyalari barpo etish, sun'iy yo'ldosh ma'lumotlarini qabul qilish infratuzilmasini rivojlantirish rejalashtirilgan. Shuningdek, universitetning suv diplomatiyasi magistratura yo'nalishiga xalqaro maqom berish ko'zda tutilgan. Davlatimiz rahbari Toshkent irrigatsiya universitetini dunyoning top 300 talik universitetlari qatoriga kiritish bo'yicha aniq chora-tadbirlar ishlab chiqishni topshirdi. Taqdimotda xalqaro hamkorlik masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Qayd etilganidek, so'nggi oylarda Toshkent shahri ichimlik suvi va oqova xizmatlarini yaxshilashga bag'ishlangan 1-Markaziy Osiyo konferensiyasi hamda suv kodeksining kuchga kirishiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyaga mezbonlik qildi. Ushbu tadbirlarning mantiqiy davomi sifatida kelgusi yil mart oyida Toshkent xalqaro suv haftaligini o'tkazish rejalashtirilgani ma'lum qilindi. Forum xalqaro institutlar va mintaqa mamlakatlari bilan hamkorlikni mustahkamlash, suv resurslaridan oqilona foydalanish va yashil texnologiyalarni joriy etish bo'yicha muloqot maydoni bo'lib xizmat qiladi. Ushbu tadbirni yuqori saviyada o'tkazish va kelgusi yilda Orolbo'yi hududida suv tejash texnologiyalariga bag'ishlangan xalqaro forumga puxta tayyorgarlik ko'rish yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Bugun davlatimiz rahbariga suv xo'jaligida energiya samaradorligini oshirish, ilmiy salohiyatni rivojlantirish hamda xalqaro hamkorlikni mustahkamlash borasida axborot berildi. So'nggi yillarda suv xo'jaligini nasos stansiyalari qariyb 20% energiya kamroq iste'mol qilmoqda. Lekin bunga qaramasdan hanuzgacha ancha agregatlar zamonaviylariga almashtirilishiga muhtoj. Masalan, o'tgan yili Kegeyli tumanida bitta dona nasos agregati zamonaviysiga almashtirilganda qariyb 2 karra kamroq energiya iste'mol qildi va fermerning ekspluatatsiya xarajatlari qariyb 3 karra tushdi. Shu bilan birga Qoraqalpog'iston Respublikasida bugungi kunda 274 ta nasos agregati eskirgan 1980-yillardan beri ishlatilib kelinmoqda. Hurmatli prezidentimiz tomonidan Kegeyli tajribasini keng qo'llash hamda barcha eskirgan uskunalarni zamonaviylariga almashtirish bo'yicha qator topshiriqlar berildi. Asosiysi moliyalashtirish manbasi hal qilib berildi va mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash hamda olimlar bilan bu borada ilmiy izlanishlarni jadallashtirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shu bilan birga Toshkent irrigatsiya universitetida erishilgan natijalar va kelgusidagi ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Hozirgi kunda mazkur ta'lim dargohi eng nufuzli xalqaro reytinglarda top 500 talikka kirgan bo'lib, Markaziy Osiyo va Kavkaz orti mamlakatlari bo'yicha 2-o'rinda, O'zbekistonda esa 1-o'rinni egallab kelmoqda. Suv xo'jaligini raqamlashtirish va innovatsion ishlanmalar bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan erishilgan natijalarda to'xtalmasdan universitetning salohiyatini yanada oshirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Xususan, raqamlashtirish va sun'iy intellekt komponentini kuchaytirish hamda kosmik texnologiyalarni keng qo'llash bo'yicha yosh olimlar va talabalarning bilim va saviyasini oshirishga alohida to'xtaldilar. Bundan tashqari Toshkent shahri suv resurslari sohasida 2 ta yirik xalqaro tadbirga mezbonlik qildi. Ya'ni ichimlik suv va oqova xizmatlarini yaxshilash bo'yicha 1-Markaziy Osiyo konferensiyasi hamda suv kodeksi kuchga kirishga bag'ishlangan xalqaro konferensiya o'tkazildi. Bu tadbirlarning mantiqiy davomi sifatida kelgusi yilning mart oyida xalqaro suv haftaligini o'tkazish bo'yicha axborot berildi. Ushbu forumda xalqaro institutlar va mintaqa mamlakatlari bilan hamkorlikni mustahkamlash, suv resurslaridan oqilona foydalanish, yashil texnologiyalarni joriy qilish masalalari keng muhokama qilinadi. Prezidentimiz ushbu tadbirni yuqori saviyada o'tkazish hamda kelgusi yilda yana bir katta tadbir, Orolbo'yida suv tejash texnologiyalariga bag'ishlangan xalqaro forumga puxta tayyorgarlik ko'rish bo'yicha topshiriq berdilar. Taqdimotda hurmatli prezidentimizga universitetning faoliyati to'g'risida bir qancha ma'lumotlar taqdim etildi. Hurmatli prezidentimiz tomonidan bizning universitetimizga 2022-yilda Milliy tadqiqot universiteti maqomi berildi. Akademik muhitni yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlarining samaradorligini yuqori pog'onaga olib chiqish
xususan qishloq va suv xo'jaligi sohasida hamda universitet faoliyatini xalqaro xorijiy rivojlangan universitetlar faoliyatiga transformatsiya qilish borasida vazifalar belgilab berilgan edi. Mana shu o'tgan davrda universitet dunyo universitetlari orasida top 500 talik universitetlar qatorida o'zini namoyon etmoqda. Birgina o'tgan yil bizning universitetimizda 409 nafar xorijiy talabalar ta'lim olgan bo'lsa, bu yil bu ko'rsatkich 6 karra oshib 2750 nafarni tashkil etdi. Bizning universitetimizda 40 ga yaqin xorijiy professorlar faoliyat yuritmoqda. Hurmatli prezidentimiz tomonidan universitetimiz faoliyatini yanada kengaytirish va uni nufuzini oshirish bo'yicha ko'plab topshiriqlar berildi. Bular qatorida dual ta'limni rivojlantirish bo'yicha aynan bizda qishloq xo'jaligi va suv xo'jaligi sohasida ta'lim olayotgan talabalarimizni 70 ga 30 nisbat asosida amaliyot bilan uyg'unlashgan holatda ta'lim tizimini yo'lga qo'yish vazifasi belgilab berildi. Qurilish fakultetida ta'lim olayotgan talabalarimiz Bo'stonliq tumanining Quyuchatqol gesida, Piskom geslarida amaliy mashg'ulotlarni o'tamoqda. Respublikamizdagi irrigatsiya tarmoqlarida betonlashtirish jarayonida faol ishtirok etmoqda. Shuningdek, berilgan topshiriqlardan bittasi irrigatsiya tarmoqlarini qandaydir yopiq tizimga o'tkazish masalalari ham universitet olimlari oldiga ko'ndalang qilib qo'yildi. Bu borada universitet jamoasi, demak, aynan shu masalaga texnologik jihatdan har bir suv omborining yoki irrigatsiya quvurlarining texnologiyasidan kelib chiqqan holatda o'zlarining ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqda va yaqin kunlarda tavsiya etiladi. Kosmik tasvirlardan olinayotgan ma'lumotlarning aniqlik darajasi yuqorida emasligi ta'kidlab o'tildi va bu borada bizning universitetimiz Xitoyning Minaspace kompaniyasi bilan, ya'ni Aerokosmik tadqiqotlar kompaniyasi bilan birgalikda universitet huzurida kosmik jarayonlarni kuzatuv stansiyasini va antennalarni o'rnatish bo'yicha hamkorlik ishlarini yo'lga qo'yildi. Muhtaram prezidentimiz tomonidan bugun belgilab berilgan vazifalar o'z vaqtida yuqori saviyada, yuqori aniqlikda amalga oshirishni universitet jamoasi ta'minlab beriladi. Bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi balansida jami 274 ta nasos stansiyalar mavjud bo'lib, bunda 600 ta agregatlar ishlab turibdi. Nasoslar yiliga o'rtacha 109 million kilovatt-soat elektr energiya sarflaydi. Bu bilan 185 ming gektar qishloq xo'jaligi ekin maydonlari sug'oriladi. Bugungi kunda bu nasos agregatlarimiz ortiqcha elektr energiya sarflayapti. Sababi bular 1979-yili qurilgan me'yordan ortiq elektr energiya iste'mol qilinyapti. Bugungi kunning talabi shundayki, biz hozir energiya tejamkor nasos agregatlarga almashtirishimiz zarur. Shu maqsadda bizlarga 304 ta energiya tejamkor nasos agregatlarga almashtiryapmiz. Bu agregatlarning mablag' masalalari hammasi yechib berilgan. Agar biz buni yil davomida almashtirsak, yiliga 25 million kilovatt-soat elektr energiya tejaymiz. Natijada bu 25 milliard so'm demakdir. Agar bu nasos agregatlari natijasida suvni o'z vaqtida suv iste'molchilarga yetkazib beramiz. Bu nasos stansiyalari 14 oyda o'zini oqlaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasi fermerlarine yengilliklar, imkoniyatlar bir qator yaratildi. Bizlar oldin S500 eski nasoslardan foydalanib edik. Hozir hurmatli prezidentimizning e'tiborlari bilan 2025-yilda bizdagi yangi nasoslar, elektr tejovchi nasoslar qurilib, bizlarning imkoniyatlarimiz oshdi. Bizlar oldinlari eski nasoslarda buzilib suvni vaqtida ola olmaydik. Natijada unumdorlik tushib ketar edi. Hozir hech qanday muammo yo'q. Buzilmaydi, tekshiradi, toza nasoslar, ya'ni elektr energiya ham tejalyapti, ya'ni unumdorligimiz oshadi. Olgan unumlarimizdan bozorlarga olib chiqib, bozorlarda arzon bahada unumlarni ta'minlab xalqimizga, elimizga foyda tegizgan bir fermer sifatida o'zimning ulushimni qo'shib atman deb o'ylayman. Shuning uchun prezidentimizga ko'pdan ko'p mingdan ming rahmat aytaman.